Assalomu alaykum kanal muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda juda ham mazali tvorojniy pirog tayyorlaymiz. Marhamat, tomosha qiling. Buning uchun bizga xona haroratida yumshatilgan sariyog kerak bo'ladi. Hamda 150 gram shakar solamiz. 2 ta tuxum kerak bo'ladi yoki bo'lmasa 3 ta tuxumni sarig'ini qo'shamiz. Kichkina qoshiqda chorak qoshiq tuz sepamiz va shakar bilan tuxumni yaxshilab aralashtirib olamiz. Xohlasanglar venchikda, xohlasanglar mikserda aralashtirib olinglar. Shakar erishi kerak. Bundan tashqari bizga yog'liq smetana kerak bo'ladi. Nimaga yog'liq deyotganim sababi hozirgi sariyog'li unaqa ham sifatli chiqayotgani yo'q. 1 choy qoshiqda iste'mol sodasi solamiz, aralashtirib qo'yamiz. 1 piyola smetana ishlatamiz. Men kosaga soldim. Mana hozir smetana bilan iste'mol sodasi bir-biriga birikib protsesga kirishadi. Xona haroratidagi sariyog'ni mikser qilib olamiz yoki bo'lmasa un solib turib qo'limizda kroshka holatiga keltirib olamiz. Demoqchimanki, menga o'xshab mikser qilishinglar shart emas. Hozir bizga 600-700 gram ilangan un kerak bo'ladi yoki bo'lmasa keragicha ishlatamiz unni. Unni bo'lib solib xamir qolamiz. Mana endi hozir sariyog'ni ustiga solgandan keyin kroshka holatiga keltirib oldik. Tuxumli massani quyib olamiz. Hozir endi mana smetanani ko'rdinglarmi, qancha ko'tarilib ketdi. 1 kosa bo'ldi 1 piyola smetana. Smetanani mana quyib oldik. Hozir esa xamir qorishni davom ettiramiz. Demak, yumshoqqina qo'limizga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Shundan so'ng xamirni stolning ustiga olamiz, ozgina ishlov berib olamiz. Xamirga ishlov berayotganimizda bemalol un sepib ishlov beramiz. Xamirni 2 bo'lakka bo'lib olamiz. Albatta bir bo'lagi ikkinchisidan katta bo'lishi kerak. Demak, bitta katta bo'lak, bittasi kichkina bo'lak. Bu xamirlarni tindirib o'tirishimiz shart emas, lekin biz tvorogli nachinkani tayyorlaguncha ilojimiz yo'q, 5-10 minut baribir tindirib qo'yamiz. Pirogimizning nachinkasi uchun quruq tvorog ishlatamiz. Demak, mana tvorogni ko'ryapsizlar. Men ustiga shakar sepib qo'yibman, videoda ko'rsatmasdan. Demak, mana bu tvorogni ustiga 150 gram shakar solganman. Tvorog albatta ekranda ko'rsatganimdek quruq bo'lishi kerak. Bizga bundan tashqari bitta limon kerak bo'ladi. Limonni yeb ko'ringlar, taxir bo'lmasin. Uzunchoq shaklda bo'laklarga bo'lib olamiz. Shundan so'ng mayda bo'laklarga bo'lib tayyorlab olamiz. Limonni bo'laklarga bo'lib olganimizdan keyin biroz ustiga shakar sepib suvni chiqarib olishimiz kerak. Shakar sepib qo'ysak ham limon mazali bo'ladi, shira tortadi, ham suvni bemalol ajratib olamiz. O'zidan suvi ajrab chiqadi. Demak, limonga 1-2 osh qoshiq miqdorida shakar sepib aralashtirib qo'yamiz. Tvorogimizga bitta tuxum solamiz. Aslida bitta tuxumni oq solinishi kerak. Men ishlatayotgan tvorog juda ham quruq bo'lgani uchun bitta tuxum chaqib soldim. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Tvorogga shakar aralashtirganingizdan keyin iloji yo'q, tvorog o'zidan suv ajratadi. Ana shuning uchun maslaga hozir ko'rsatib o'taman, 1 osh qoshiqda kraxmal solamiz. Hozir mana limonni siqib turib, suvni ajratib turib, tvorogga qo'shib olamiz. Xohishga ko'ra xamir tayyorlayotganingizda oldinroq limonni shakar bilan aralashtirib qo'ysanglar, suvni xamirga sovorishinglar ham mumkin. Hozir endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Men tayyorlagan nachinka hammasi normada, suv ajralib chiqib yumshab ketgani yo'q. Lekin shunday bo'lsa ham, maslaga 1 osh qoshiqda kraxmal solib ko'rsatib beraman. Kraxmal bo'lmasa, o'rniga manna kruppa solishinglar mumkin 1 osh qoshiqda. Aralashtirib olamiz, nachinka tayyor bo'ldi. Hozir esa xamirni katta bo'lagini yoyishni boshlaymiz. Mana xamirni ushab ko'ryapman, yumshoqqina. Demak, jova yordamida pergament qog'ozni ustida yoyamiz, listimiz bilan baravar qilib yoyamiz. Lekin 1 sm oshiqcha bo'lishi kerak listdan, chunki xamirni devorlari bo'lishi kerak. Hozirga hammasini ko'rsatib beraman. Pergament qog'ozni listga joylashtiramiz. Mana ko'rdinglarmi, yonlarida 1 sm dan devorlari ortiqcha bo'lib turibdi. Xuddi shunaqa tayyorlab olishimiz kerak. Mana endi nachinka solishni boshlaymiz. Tayyorlab olgan tvorogli nachinkamizni solamiz va tekislab chiqamiz.
Mana shu paytda duxovkani 170-180 gradusda yoqib qizdirib qo'yamiz. Sababi pirogni qizib turgan duxovkada pishiramiz. Hozir aytganimdek, nachinkani solganimizdan keyin mana xamirni yuzi bo'yicha tekislab chiqamiz. Bir tekisda yoyib olinglar. Shundan so'ng bir chetga olib qo'yib turamiz. Keyingi kichkina bo'lak xamirimizni yoyishga o'tamiz. Demak, bu xamirni unlab turib, to'rtburchak qilib, katta qilib yoyib olamiz. Yoyib olganingizdan keyin xohlasanglar yaxlit ustini yopinglar. Yoki bo'lmasam, men hozir lenta qilib kesib olaman va lenta qilib yopaman ustini. Xuddi shunaqa yopishinglar mumkin. Bu ham chiroyli chiqadi. Demak, mana xamirni katta qilib to'rtburchak qilib yoyib oldik. Maxsus kesadiganda zigzag qilib chetlarini mana lentali kesib olamiz. Lentali tayyorlab olganimizdan keyin to'rgli nachinkani ustidan joylashtirib chiqamiz. Lentalarimiz tayyor bo'ldi. Endi mana nachinkani ustidan joylashtirib olamiz. Albatta, lentani chetini ortiqcha bo'lsa kesib olib tashlaymiz, lekin ozgina ortiqcha qoldiringlar. Xamirni tagiga olib o'tamiz. Qarab, mo'ljallab joylashtirasizlar. O'sha kesib olgan lentalarni yarmini mana bir qavat qilib joylashtiramiz. Ikkinchi yarmini ikkinchi qavat qilib joylashtiramiz. Kesib olgan lentalarimiz bemalol yetib beradi. Shuning uchun oxirigacha pirogni mana burchak qismigacha lentalarni joylashtiringlar. Mana endi ustidan joylashtirishni boshlaymiz. Qolgan hamma lentalarni mo'ljallab qo'yib olamiz. Ortiqcha joylarini kesib olamiz va o'sha uchlarini xamirni tagiga olib o'tamiz. Lentalar tayyor bo'lib qoldi. Endi ustiga tuxumni sarig'i hamda bir osh qoshiqda sut kerak bo'ladi. Ikkalasini yaxshilab aralashtiramiz va lentalarni ustidan surib chiqamiz. Surganimizda ham yaxshilab suramiz. Pirogimiz chiroyli qizarib berishi uchun. Ushbu pirogni qizib turgan duxovkaga joylashtiramiz. 170-180 gradusda qizarib chiqquncha 40 minut, 50 minut pishiramiz. Kimdadir 40 minut pishadi duxovkasida, kimdadir 50 minut pishishi mumkin. Vaqt o'tib, pirogimiz mana bunaqa chiroyli rangga kirganda duxovkadan olamiz va birpas sovutib qo'yamiz. Albatta, sovishi kerak. Ozgina iliq bo'lgan paytda kesishni boshlaymiz. Pirogni uzunasiga kesib bo'laklarga bo'lamiz, keyin rombik shaklda yana mayda bo'laklarga bo'lib olamiz. Albatta, o'zingizlarning xohishingizga ko'ra kesishinglar mumkin. Tvorogimiz yumshoqqina chiqqan, xohishga ko'ra ustiga shakar upasi sepishinglar mumkin. Xohlasanglar mana shu tarzda qoldirishinglar mumkin. Pirogimiz qaddi balangina chiqqan. Mana hozir yaqin olib kelib ko'rsatyapman. Juda ham yeyishli, yumshoqqina chiqqan, albatta tayyorlab ko'ringlar. Ayniqsa orasidagi limonlari bilan juda ham yeyishli chiqqan. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.